aytdim-ku, sajdani birinchi Allohga, keyin bandasiga qilinglar, qilish kerak deganimda astag'firulloh, nima uchun biz faqat sajdani Allohga qilishimiz kerak, bandaga qilish kerak emas deydi. Bilaman, sizlar bandani bir tiyinga olmaysizlar-ku, uni men ham bilaman. Aytishinglar shart emas. Bu yerda dangal o'zingizni ketingizni ochib berdingiz-da. Ya'ni men faqat Allohga sajda qilaman, bandasi menga bir tiyindi deysiz. Men nimani nazarda tutdim? Ozgina kalla ishlatsang, bittagina odam yozib ketibdi. Sizlar tushunmayapsizlar bu opani. Bu inson bandasiga sajda deganda hurmatni gapiryapti dedim, men aytdim. Voy yashang dedim, ichida bitta odam meni to'g'ri tushundi dedim. Qolgani hammasi meni so'kib yotibdi. Ey, ozgina kalla ishlatinglar. Bandasiga sajda qilish deganda men ham ahmoq emasman. Joy namozimni olib, atrofimda millionta odam bor. Joy namozimni mundoq qo'yib, uni oldiga borib boshimni yerga tekkizib, buni oldiga borib boshimni yerga tekkizavermayman. Men ham sajda deganda u Allohga qiladigan sajda emas, Allohga boshqacha sajda qilamiz. Bandasiga sajda deganda bu oliy darajada hurmat bandasiga. Mana shuni nazarda tutdim men. Sizlar esa rosa mani kommentariyada astag'firulloh, sajda faqat Allohga qilinadi, sajda faqat Allohga qilinadi. Yo'q, Allohga ham qilinadi, undan tashqari yana bandasiga ham qilinadi. Menga qarshi chiqqan odamlar hammasi, men shaxsan o'zim mana bunday xulosa chiqardim. Astag'firulloh deyotgan odamlar hammasi demak bandasini bir tiyinga olmaydigan odamlar. Bo'ldi, mana shunday xulosa chiqardim. Потому что нормальный odam buni to'g'ri tushunadi. Bandasiga sajda deganda u Allohga qilinadigan sajda emas, это дураку ясно же. U oliy darajada hurmat bandasiga. Bo'ldi, mana shuni nazarda tutdim. Men sizlarni to'g'ri tushunadi deb o'ylabman. U videoni qo'yganimdan keyin ko'pchilik voy молодец Altinxonim, to'g'ri aytdingiz. Bundan keyin hammamiz bir-birimizga hurmat ko'rsatishimiz kerak deb men shunday javobni kutsam, u yerda hamma meni yomon ko'rib ketsa, men aytdim, voy to'g'ri bizani xalq hali tayyor emas ekan dedim, bir-biriga hurmat ko'rsatish.